Diqqat. Ayniqsa 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lganlar, pensiyaga yaqinlashayotganlar, hozir pensiya olayotgan ota-onalarimiz va uyda pensioneri bor oilalar. Bugungi gap juda muhim. Chunki 11 sentyabrdan keyin pensiya, nafaqa, ish staji, hujjatlarni tekshirish va to'lovlarni qayta hisoblash masalalarida ko'pchilik oldingidek beparvo yurishi mumkin emas. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, balki oddiy tilda, aniq va amaliy qilib tushuntirish uchun gapiryapman. Kim nimadan xavotir olishi kerak, kimga bu o'zgarishlar foyda berishi mumkin, kim esa hujjatlarni vaqtida tekshirtirmasa pul yo'qotishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot birgina sizga emas, qo'shningizga, ota-onangizga, akangiz yoki opangizga ham kerak bo'lishi mumkin. Men bugun gapni cho'zmayman. Deputatlar muhokama qilgan va aholining pensiya taqdiriga bevosita tegadigan tartiblar shuni ko'rsatmoqdaki, bundan keyin bilib olaman. Pensiyaga chiqqanimda ko'raman. Arxivdan o'zi topib berishadi degan yondashuv xavfli bo'lib qolmoqda. Avval qanday edi? Ko'p odamlar pensiya yoshiga yaqinlashguncha ish staji, oylik ma'lumotlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv hujjatlari haqida jiddiy o'ylamas edi. Odam 30 yil ishlagan bo'lsa, o'zicha mening stajim yetadi, muammo bo'lmaydi deb yurardi. Lekin amaliyotda pensiya tayinlash vaqtida eng ko'p muammo aynan hujjatlar chiqadi. Bir joyda buyruq raqami noto'g'ri yozilgan, boshqa joyda tashkilot nomi o'zgargan, yana bir joyda mehnat daftarchasida muhr xira, arxivda esa ma'lumot topilmaydi. Natijada odam haqiqatan ishlagan yillar uchun pensiya hisobida to'liq ball yoki staj ola olmay qoladi. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tizimida ma'lumotlarni raqamlashtirish, rasmiy bazalar orqali tekshirish, ish staji va daromadni elektron manbalar asosida solishtirish kuchaymoqda. Bu bir tomondan yaxshi, kimning hujjati joyida bo'lsa, kim rasmiy ishlagan bo'lsa, kim o'z vaqtida ma'lumotlarni to'g'latgan bo'lsa, uning ishi tezlashadi. Lekin ikkinchi tomondan og'zaki gap, tanish bilish, eski qog'ozdagi noaniq yozuvlar, men shu yerda ishlaganman, hamma biladi degan dalil endi yetarli bo'lmay qoladi. Men buni juda oddiy misol bilan tushuntiraman. Bir kishi 1998 yildan 1996 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin zavod allaqachon yopilgan. Nomi 3 marta o'zgargan, arxivi boshqa tumanga topshirilgan. Avval pensiya tayinlashda bu masala uzoq cho'zilib, odam oylar davomida qatnab yurardi. Hozir esa elektron tekshiruv kuchaysa, tizimda tasdiq bo'lmasa, odamdan aniq hujjat so'raladi. Shuning uchun eng muhim savol, sizning stajingiz qog'ozda elektron bazada ham tasdiqlanadimi? Birinchi navbatda kimlar hushyor bo'lishi kerak? Men 65 yoshdan oshgan har bir odamga shuni aytaman. Pensiyaga hali 10 yoki 15 yil bor deb o'ylamang. Aynan hozir hujjatlaringizni tekshirtirish eng to'g'ri vaqt. Chunki arxiv hujjatini topish, korxona nomi o'zgarganini isbotlash. Yo'qolgan yozuvni tiklash bir kunda hal bo'lmaydi. Bugun boshlasangiz, ertaga pensiya yoshiga yetganda shoshilmaysiz. Masalan, 2 yoshli ayol 1930 yildan 2020 yilgacha tikuv sexda ishlagan. O'sha paytda sex xususiy korxona bo'lgan, keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida ishga kirgan sanasi bor, lekin ishdan bo'shagan sanasida muhr tushmagan. U ayol baribir ishlaganman-ku deb yuraversa, pensiya hisobida 8 yilning bir qismidan o'linmasligi mumkin. Agar hozirdan arxivga murojaat qilsa, sobiq korxona hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlasa, buyruq nusxasi yoki ish haqi vedomosi topilsa, ertangi muammo bugun hal bo'ladi. Ikkinchi guruh hozir pensioner bo'lib, lekin pensiyasi juda kam chiqayotganlar. Ko'p odam davlat shunaqa hisoblabdi, demak shu ekan deb rozi bo'lib ketadi. Men bunday deyishga shoshilmaslikni maslahat beraman. Pensiya miqdorida xatolik bo'lishi mumkin. Ayrim yillar hisobga kirmagan. Oylik ma'lumotlari to'liq olinmagan. Imtiyozli staj e'tibordan chetda qolgan yoki ayol kishining bola parvarish davri noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar sizning qo'lingizda qo'shimcha hujjat chiqsa, qayta hisoblatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Oddiy raqamli misol keltiraman. Bir erkak kishi 25 yil rasmiy ishlaganda pensiyaga chiqqan. Keyin arxivdan yana 4 yillik ish haqi ma'lumoti topildi. Agar bu yillar uning umumiy stajiga qo'shilsa va o'sha davrdagi daromadlar pensiya hisobiga ta'sir qilsa, pensiyasi oshishi mumkin. Albatta, har bir holatda hisob alohida qilinadi, lekin asosiy fikr bitta, hujjat bo'lsa, imkoniyat bor. Hujjat bo'lmasa, men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi.
Uchinchi guruh norasmiy ishlaganlar. Bu eng og'riqli masala. Odam 25 yil qurilishda, bozorda xizmat ko'rsatishda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinmasa, ish beruvchi rasmiylashtirmagan bo'lsa, pensiya tizimi buni to'liq ish staji sifatida tan olmaydi. Men juda ko'p odamdan men umr bo'yi ishladim. Nega pensiyam kam degan savolni eshitaman. Javob ko'pincha shunda: ishlaganlik hayotda bor, lekin huquqiy hujjatda yo'q. Masalan, ertaksi yoshli erkak ustachilik qiladi. Oyiga 4 million so'm topadi, lekin rasmiy daromadi 0. Bugun u yaxshi pul topayotgandek tuyuladi, lekin pensiya hisobida bu yillar bo'sh qolishi mumkin. Agar u o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa, kerakli to'lovlarni tartibli amalga oshirsa, keyingi yillar uchun staj va rasmiy iz paydo bo'ladi. Bu masalada har bir inson o'z hududidagi soliq organi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali aniq tartibni tekshirishi kerak. 4-guruh. Chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan fuqarolar ko'p. Bu yerda ham hamma narsa hujjatga bog'liq. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, shartnoma, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta to'lovlari, mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar bular bo'lmasa, chet elda 10 yil ishlagan odam O'zbekistonda pensiya hisobida bu davrni isbotlashda qiynalishi mumkin. Shuning uchun men chet elda yurganlarga ham aytaman: faqat pul yuborish bilan cheklanmay, rasmiy hujjatlaringizni saqlang. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz butun faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlaringiz ko'rinsa, ish beruvchingiz soliqlar va majburiy to'lovlarni to'g'ri yuritgan bo'lsa, siz uchun o'zgarishlar ko'proq qulaylik olib keladi. Chunki tekshiruvlar tezroq bo'ladi. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayishi mumkin. Lekin baribir men xavotir olmang deganda umuman tekshirmang demayapman. Har bir odam kamida bir marta o'z mehnat faoliyati yozuvlarini ko'rib chiqishi shart. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala ism familiya o'zgarishi. Ayniqsa ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, arxiv hujjatida esa 3-shaxlida yozilgan bo'lsa, tizim buni avtomatik bog'lamasligi mumkin. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat, eski va yangi pasport ma'lumotlari juda muhim bo'ladi. Ikkinchi masala tashkilotnomining o'zgarishi. Masalan, avval tuman maishiy xizmat ko'mda bo'lgan, keyin servis SMC'ga aylangan, keyin tugatilgan. Mehnat daftarchasida eski nom bor, arxivda esa yangi nom bilan turibdi. Oddiy odam buni tushunmasligi mumkin. Lekin pensiya hisobida aynan shu bog'lanish isbotlanishi kerak. Shuning uchun arxivdan faqat ishlagan degan ma'lumot emas, balki korxona qayta tashkil etilgani yoki nomi o'zgargani haqidagi ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. 3-masala imtiyozli pensiya va og'ir ish sharoitlari. Ayrim kasblarda ishlaganlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin, lekin men og'ir joyda ishlaganman degan gap yetmaydi. Lavozim nomi ish joyi ro'yxatga kirishi, ish sharoiti hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, bir odam 2 yil zararli ishlab chiqarishda ishlagan bo'lsa, lekin mehnat daftarchasida lavozim umumiy qilib yozilgan bo'lsa, imtiyozni tasdiqlash qiyinlashadi. Bu yerda buyruqlar, shtat jadvali, ish joyi attestatsiyasi, korxona ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-masala bola parvarishi, harbiy xizmat o'qish davri. Ko'pchilik ayrim davrlar stajga qanday ta'sir qilishini aniq bilmaydi. Masalan, ayol bola parvarishida bo'lgan davrni hisobga oldirish uchun tug'ilganlik guvohnomalari, buyruqlar, mehnat faoliyati uzilishlari haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Erkaklarda harbiy xizmat davri bo'yicha harbiy bileti va tegishli ma'lumotlar muhim. O'qish davri esa hamma holatda bir xil hisoblanavermaydi. Shuning uchun diplom borligi bilan masala tugamaydi. Qaysi davr, qaysi shakl, qaysi tartib bo'yicha ko'rilishini aniqlash kerak. 5-xavf firibgarlar. Har safar pensiya mavzusida yangilik chiqsa, ayrim odamlar pul bersangiz pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor, staj qo'shib beradi. Deputatlar qaroridan keyin hammani qayta hisoblatamiz deb odamlarni aldaydi. Men buni qat'iy aytaman. Pensiya masalasida pulni faqat rasmiy to'lovlar bo'lsa to'laysiz. Hujjatni faqat rasmiy organ orqali topshirasiz. Hech kimga pasportingizni, bank kartangizni, SMS kodini bermaysiz. Pensiya oshirishning qonuniy yo'li hujjat.
ariza va rasmiy hisob-kitob orqali bo'ladi. 6-chi nozik jihat, pensiya qayta hisoblanishi har doim ham katta o'sish degani emas. Ba'zi odamlar bitta hujjat topsam pensiyam 2 barobar bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa qo'shimcha 2 yil staj qo'shilishi pensiyani o'zgina oshirishi. Ba'zan esa hisob-kitob formulasi sababli sezilarli o'zgarish bermasligi mumkin. Lekin baribir bu sizning huquqingiz. Agar hujjat qonuniy bo'lsa, uni tekshirtirish kerak. Chunki oyiga 70 ming so'm farq ham bir yilda 84 ming so'm bo'ladi. Oyiga 1,5 ming so'm farq esa bir yilda 1 million 800 ming so'm degani. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men birinchi qadam sifatida barcha hujjatlarni bir joyga yig'ishni maslahat beraman. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasidan ma'lumotlar, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, korxona buyruqlari ma'lumotnomalar, korxona buyruqlari nusxalari hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, korxona muhri, lavozim nomi o'qiladimi, yo'qmi tekshiring. Agar biror joyda sana yo'q, muhr xira, yozuv tushunarsiz, lavozim noto'g'ri yozilgan bo'lsa, buni hozirdan belgilab qo'ying. Pensiona bo'lganingizdan keyin emas, aynan hozir aniqlash osonroq. 3-qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. May.gov orqali yoki hududingizdagi davlat xizmatlari markazi orqali mehnat faoliyatingizga oid ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar siz ishlagan yillar elektron bazada ko'rinmasa, bu darhol pensiyadan tushib qoladi degani emas, lekin bu yillarni tasdiqlovchi qog'oz hujjatlar yanada muhim bo'ladi. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Arizada aniq yozing. Falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganimni, lavozimimni, ish haqi ma'lumotlarini, ishga kirish va bo'shash buyruqlarini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Arizada eski familiyangiz bo'lsa, uni ham ko'rsating. Taxminiy yillarni emas, imkon qadar aniq davrni yozing. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga maslahat uchun boring. Faqat pensiya yoshiga yetganda emas, oldindan borib, hujjatlarimda kamchilik bormi, qaysi davrlar tasdiqlanishi kerak, qaysi ma'lumotnomalar yetishmayapti deb so'rang. Siz ariza bilan murojaat qilsangiz, og'zaki gapdan ko'ra rasmiy javob olish imkoniyatingiz oshadi. Rasmiy javobni esa keyingi harakatlar uchun dalil sifatida saqlaysiz. 6-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiylashtirishni talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bormi? Buyruq chiqqanmi? Oyligingiz rasmiy ko'rsatiladimi? Soliqlar to'lanadimi? Tekshiring. Bugungi rasmiy 2 million so'm ham ertangi pensiya uchun iz qoldiradi. Norasmiy 6 million so'm esa qo'lingizga ko'pdek ko'rinadi, lekin pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. 7-qadam. Hujjatlaringizdan nusxa oling va saqlang. Asl hujjatni har joyga berib yubormang. Nusxalarini qiling, skaner qiling, telefoningizda emas, alohida elektron xotirada ham saqlang. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, arxiv javoblari, sud qarorlari, ish haqi ma'lumotnomalari yo'qolsa, qayta tiklash ancha qiyin bo'ladi. 8-qadam. Agar pensiyangiz tayinlangan bo'lsa, lekin shubhangiz bo'lsa, qayta tekshirtirishdan qo'rqmang. Pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qaysi yillar stajga kiritilganini, qaysi yillar kiritilmaganini so'rang. Agar sizda yangi hujjat paydo bo'lsa, uni qo'shish uchun ariza bering. Arizada pensiya ishimni qayta ko'rib chiqib, qo'shimcha taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozish mumkin. Yana bir muhim maslahat. Qo'shningiz aytgan gap ijtimoiy tarmoqdagi vahimali xabar. Tanishning tajribasi sizning holatingizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Pensiya masalasida ikki odamning yosh bir xil bo'lsa ham, staji, oyligi, ish sharoiti, hujjatlari, imtiyozlari boshqacha bo'ladi. Shuning uchun umumiy xabardan xulosa chiqarasiz. Lekin qarorni o'z hujjatingiz va rasmiy javob asosida qilasiz. Men yana shuni alohida ta'kidlayman. 15 sentyabrdan keyingi o'zgarishlar haqida gap ketganda eng katta xulosa shuki, tizim tobora hujjatga, bazaga, rasmiy tasdiqqa tayanadi. Bu adolat uchun ham kerak. Chunki kim rasmiy ishlagan bo'lsa, uning huquqi himoya qilinishi kerak. Lekin bu beparvo yurgan odam uchun signal. Hujjatni bugun to'g'rilamasangiz, ertaga vaqtingiz, asaringiz va pulingiz ketadi. Demak, pensiya masalasida oldingidek vaqti kelganda ko'ramiz deb yurish to'g'ri emas.
45 yoshdan oshganlar stajini tekshirilsin. 55-60 yoshdagilar hujjatlarni to'liq yig'sin. Hozir pensioner bo'lganlar esa pensiyasi to'g'ri hisoblanganini qayta ko'rib chiqsin. Norasmiy ishlayotganlar rasmiy iz qoldirish haqida jiddiy o'ylasin. Chet elda ishlaganlar hujjatlarini saqlasin. Ayollar familiya o'zgarishi, bola parvarishi va eski ish joylari bo'yicha dalillarni oldindan tayyorlab qo'ysin. Men sizga bitta gapni ekspert sifatida ochiq aytaman. Pensiya bu faqat yoshga yetganda beriladigan pul emas. Bu butun mehnat hayotingizning hujjatlarda qanday aks etganiga bog'liq natija. Kim hujjatini tartibga solsa, o'z haqini talab qilish imkoniyati kuchli bo'ladi. Kim beparvo bo'lsa, keyin men ishlagan edim deb isbotlashga majbur bo'ladi. Sizning fikringiz qanday? Sizda yoki ota-onangizda pensiya hisobida muammo bo'lganmi? Staj yo'qolganmi? Arxivdan hujjat topolmaganmisiz? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat ba'zan odamning oyma-oy oladigan pulni o'zgartirib yuborishi mumkin.